Seni yaxshi ko'raman. Sohibjon Xatamov. Qissa va hikoyalar. Sizga rahmat. Assalomu alaykum. Bormisiz, omonmisiz? Avvaliga sarlavhani Sizga rahmat kitobxon deb nomlamoqchi edim. Ammo kitobim hali kitobmi, kitob emasmi deb ham o'ylab qoldim. Gapning boshidanoq sizga rahmat. Shu yozuvlarimni varaqlayotganingiz uchun, ko'z yugurtirayotganingiz uchun. Kitob betidagi suratga termulib, kim ekan deb o'ylayotganingiz uchun. Hammasi uchun sizdan minnatdorman. Yangi kitob bilan sizga peshvoz chiqayotganimdan xursandman. Hayajon va quvonchim cheksiz. Men bilaman, ishonaman. Kitobni varaqlayotganlarning ko'plari bilan tanishmiz. Qishloqdoshlar, tumandoshlar, sizga qaynoq salomlarim. Televideniya, radio efirlari orqali tanishganlarim, teleko'rsatuvlar orqali taniganlarim, bormisiz? Omonmisiz? Bag'dod, Beshariq, Uchko'prik, Yozyovon, Qo'qon, Guliston, Quvasoy, Jizzax, Zomin, Xiva, Urganch, Xorazm, Qoraqalpog'iston, Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent, O'zbekiston. Mehrli O'zbekistonim, sizning qo'llovingiz va duoyingiz bilan yana yangi Jajji kitobini bag'riga bosgancha dunyolarga sig'may turgan farzandingizdan salomlar. Qaynoq mehringiz menga ham sezilib turgani bor gap. Kitob qo'lingizga tushgan paytda siz maktabda bo'larsiz, ishda, ko'chada, bozorda, mashinada. Qalbim, vujudim bilan iltimos qilib aytyapmanki, kitobni o'qishni tinch va osoyishta xonada boshlang. Bir piyola choy, bir finjon qahvani damlab, qalb sokinlik istaganda boshlang. Aytmoqchi bo'lganlarimiz o'z nazdimizda jiddiy. Bularni qay darajada sizga yetkaza olaman bilmadim, lekin shuurim, tafakkurim yetgunicha bunga tirishaman, harakat qilaman. Rosti, yillar qalbimda saqlaganlarimni, xayolimni ancha vaqt band qilganlarini yozyapman. Ichimdagilarni qog'ozga to'kishga kuchim yetmay yurgandi. Birdan qalam qog'ozga yopishib qolishimni ham o'z tarixi va hikoyasi bor. Asli bu kitobimni yozishni keyingi yildan boshlashni reja qilib yurgandim. Ammo ilhom selday kelishi uchun kichik hodisa yetarli bo'lar ekan. Hozir men sizlarga kitob yozishga kirishishimni qay tarzda sodir bo'lganligini aytib bersam. Chol va nabira qissasi. Voqea menga juda ta'sir qilgan. Shu sabab qissa shaklida ulashyapman. Qiziq va ibratli. Eshitsangiz, sizga ham ta'sir qilishi mumkin. Sizni zeriktirib qo'ymasmikanman degan hadik ham bor. Gapiraymi, gapirmaymi? Aytaymi, aytmaymi? Aytsam aytibman-da. Gaplarim zeriktirmayaptimi? Unday bo'lsa, juda ham xursandman. Yana ham yaxshilab o'rnashib oling. Boshladim. Toshkent. Bolalikdan orzu havas qilgan shahrim. Faqat sershovqin. Men uning ovozini dengiz chayqalganda eshitiladigan ulug'vor ovozga o'xshataman. Bugun yakshanba. Dam olish kunlarida quyosh qiyomidan oshguniga qadar shaharning sasidan qulog'imni paxta bilan berkitib oldimmikan deb o'ylayman. Biroq unday emasligi shundoq ham ma'lum bo'lib ko'rinadi. Shunchaki yo'llarda mashina qatnovi kam, atrof sokin, odamlar miriqib dam olayotgan bo'ladi. Tushdan o'tganda esa yana dengiz toshayotgandek seziladi. Bilasizmi? Yakshanba nimasi bilan meni xursand qiladi? Ana o'sha tinch, sokin yo'llar bo'm-bo'sh mahali, miriqib mashina haydasam, charchoqlar va toliqishlar o'z o'rniga kelgandek, yo'qotilgan asablar joyiga qaytgandek. Miriqib boraman. Qo'lim rulda, ko'zim yo'lda, Xayol qurmag'ur bunaqa paytda zanjir halqalaridek bog'lanib boraveradi-da negadir. Sizda ham shunday bo'ladimi? Qo'l siltagan har bir insonga to'xtagim, yaxshilik qilgim keladi.
aytilgan manziliga eltib duosini olsam deyman. Bugun sal ko'proq yurvordim-da. Shahardan chiqib ketganimni bilmay qolibman. Har qadamda obodlik, har qadamda bunyodkorlik, ko'zim yayraydi, dil yayraydi. Imkon bo'lsa-yu, vatanni, yurtni quchoqlasang, unga mana shu chiroy uchun tashakkurlar aytsang. Juda ta'sirchan, orzumand yigitman-da. Chinnidek toza, hashamatli binolar rom etyapti. Men ko'z uza olmayman, ko'z uzgim kelmaydi. Ha mayli, shukr. Shunday yurtni taqdir etganiga shukr. Hozir yo'limga qaray qolay. Qarshimda ikki qo'l birdan silkinib, to'xta ishorasini qilyapti. Chol va nabira. Nuroniy otaxon. To'xtadim, salom berdim, alik oldi. Bolam, Do'mbrobodga tashlab qo'ya olasanmi? Kun qiziy boshladi. Otaxon charchagani ayon, ravshan. Hansiragani ham eshitilyapti. Chiqing. Albatta tashlab qo'yaman. Biz ham sizning yoshingizga kirib yuraylik. Ilohim, hamisha martabangiz ulug' bo'lsin. Uchala yuzga Fotiha tortildi. Mashinaga odam chiqsa, sersavolligim avjiga chiqadi. Gapga ustaligim o'zimga ham bilinib ketadi. Lekin hamrohlarim toliqib qolganligini sezdim. Shu sababdan indamay ketib borayotgandim. Sukunatni otaxon buzdi. O'g'lim, nabiram o'tirib olibdi, ko'rmabmiz. Shuni olib qo'ying. Nima ekanligini fahmlamadim. Nima ekan deb o'ylayapsizmi? Nima bo'lardi? Kitobda. Sizning ham mashinangizda doimiy yuradigan nimadir bormi? Aniqrog'i, mashinada doim nima turadi? Kimdadir atirlar, kimdadir shirinliklar bo'lsa bordir. Nima deysiz? Hujjatlar deysizmi? Hujjatlardan tashqari yana nima? O'yinchoqlar deysizmi? Hammada har xil. Menda esa doimo kitoblarim mashinamning oldi va orqa o'rindig'ini band qiladi. Qalbi qalbimga mos tushgan insonlarga shu kitoblarimdan sovg'a qilaman. Hadiyaga qadar esa shoirligim, jurnalistligim, kitob ko'p o'qishim va yutuqlarim haqida gapirish esdan chiqmaydi. Kayfiyatga qarab maqtanchoqligim ancha yoyilib ketishi ham mumkin. Rasmdagi onangizmi? Ha. Hayotmilar? Qaniydi? Biroz jimlikdan so'ng dialoglarim tezlashdi. Tez va lo'nda edi. Necha yoshda edingiz? 21 yosh edim. Institutda 2-kurs edim. Onangiz necha yosh edi? 46. Nimadan ketdilar? Ochig'i buni bilmayman. Kasalmidilar yoki biror falokatmi? Menga kasalligini sezdirmaganlar, lekin bir marta dalaning o'rtasida hushidan ketib qolganlarini eshitdim. Yig'lamang bolam. Joylari jannatdan bo'lsin. Qaniydi? Onamning kasalligini sezganimda, bilganimda edi. O'qib yuraveribman. Onam biror marta kasalligini aytmagan. Bilasizmi bobo, ba'zida tunlar yig'layman. O'zimni koyiyman. Savollarim juda ko'p. Onam kasalmidi? Men e'tiborsizmidim? Nega onamni parvarish qila olmadim? Onam hali yosh edi. Orzulari olam edi. Kelin olishimizga oz qoldi, deyardi. O'ldi ketdi. Onam bolalarini o'ylardi. Qishda ham, yozda ham tinim bilmasdi. Meni o'qitaman deb yangi ko'ylak kiyganini bilmayman. Onam doim eski kiyimlarda yurgan. Xolam aytib berganda o'lganidan keyin singillari kiyimlarini bo'lishib olinglar, deyishibdi. Bir dona arzirli ko'ylak topilmagan ekan. Bobo, men onam kasal bo'lganligini bilmaganman. Yosh edim. O'zim bilan o'zim ovora edim. Qaniydi?
Qaniydi onamni davolatganimda, kasalligini bilganimda, tushunganimda, sezganimda. Ba'zida onamni shu qadar sog'inamanki, xayolim bilan dalalardan qidiraman. Ular yozning qoq saraton kunlari ham dalaning o'rtasida chopiq qilganlari ko'z oldimga keladi-yu, bo'g'zimga nimadir tiqilib qoladi. Bobojon, bittagina armonim bor, bilasizmi? Bo'ldi, bolam, yig'lamang. Barchamiz sinovli dunyodamiz. Armon ham demayman. Menga tinchlik bermagani, onamning tobi bo'lmaganini boshqa odamlardan eshitdim. Nega onamni vaqtida davolatmaganman? Nega onamning sog'ligiga e'tiborsiz bo'lganman? Shunday deyman-u, onam haqida xotiralar selday yog'ilib keladi. Onam juda ajoyib inson edilar. Kasalligini tan olmasdilar. Kasal bo'lsa sezdirmasdilar. Charchadim deganlarini eslay olmayman. Onajon, sizni yaxshi ko'raman. Qish, qahraton, to'y va onam. Voqea ko'zimni ochib yumgunimcha sodir bo'lgandek. Dekabrning ilk kunlari amakimlarnikida to'y bo'layotgandi. Onam mehmonlar bilan to'lgan xonalarning birida. Ko'nglim notinch bo'ldi. Oldilariga kirdim. Bezovtalanyaptilar. "Aya" deb chaqirdim. Indamadilar. Biroz menga tikilib turdilar. G'alati bo'lib ketdim. Baqirib chaqirdim. Onam yonboshlab yiqildilar. Odamlar gavjumlashdi. Hamma "Anorxon, ko'zingni och" der. Men esa onajon deganimcha baqirardim. Eslasam yig'lagim kelaveradi. Keyin shifoxonaga eltdik. Jonlantirish bo'limiga joylashtirishdi. Shu voqealar bo'lmasidan oldin, ya'ni to'y kunni saharlab, yerdan qorong'u ko'tarilmasdan dadam bilan ukam nahorga oshga kirib ketishdi. Onam ikkimiz qoldik. Shu payt onamdan eshitgan so'zlarim oxirgisi ekanligini, onam tilida yangrayotgan bu gaplar o'tkinchi dunyoda xotima jumlalari ekanligini sezmabman. Anglamagan ekanman. Yoshlik qilibman. Soqolajon, tur, eshikni ochib qo'y, ozgina sovuq kirsin. Mazangiz bo'lmayaptimi? Qo'lingizni uqalayapsiz? Tinchlikmi? To'yga kirasizmi? Yaxshiman bolam. O'qish joylaring issiqmi? Qalin kiyingin. Sendan xursandman. Byudjetga o'qishga kirding. 1 yil qishloqqa kelmading. Kurashding. Sendan ko'nglim to'q. Ukangni ko'proq o'ylayman. Ukangdan qarzing ko'p. U sho'rlik seni o'qitaman deb issiqni issiq demadi, sovuqni sovuq demadi. Sen zo'r bo'lib ketishingga ishonaman. Kelajakda hech qachon ukangni qiyin kunda yolg'izlatmagin. Bolalarni tarbiyalashga, o'qitishga yordam qilasan. Dadang ham qarib qolyapti. 50 dan oshgan bo'lsa ham haliyam yelkasidan poytisha tushmaydi. Dadangga doim mehribon bo'lgin. Seni uylantiray desam, uylarimiz bir ahvol. Kelin olgim kelyapti. Nabiralarimni o'ynatsam deyman. Hammasi bo'ladi. 2 yil qoldi. Bitirib olsam eng yaxshi ishlarga kiraman. Qayda bo'lsang ham Mo'mintoyni asrab avaylagin. Uni qiynalib katta qilganman. Shu bir dona ukangni yaxshi olib yursang, sendan roziman. Mashinamning orqa o'rindig'idan ingrashga o'xshash ovoz chiqdi. Keyin chol tomoq qirdi. O'g'lim, qaysi kuch bilan onangizni oxirgi so'zlarini so'zma-so'z aytyapsiz? Bobo, men onamni juda ham yaxshi ko'raman. U meni har kuni eshitadi. Osmonga qarab, yulduzlar tomon "Onajon, sizni yaxshi ko'raman" deyman.
baribir xumorim bosilmaydi. Onajon, ukamni yonimda sog' omon olib yuribman. Ko'rib turibsizmi? Deb telbalarcha hayqiraman. Shunaqa deng. Onam ancha davolanib uyga keldilar. O'qish sabab Toshkentga qaytdim. Oradan roppa-rosa 5 kun o'tib, eng yaxshi ko'rgan ammam telefon qildi. Shu ammamning xarakteriga juda havas qilaman. Bosiq, yumshoq fe'l, zehni butun, qalbi go'zal. Telefon suhbatdagi oxirgi jumlalarni ayta olsam: Sohibjon, bolam, onangni ozgina mazasi qochib qoldi. Qishloqqa tez yetib kelsang. Tez so'zi hushyor torttirdi va birdan tushundim. Ko'z yoshimni ichimga yutib, tun yarmida qishloqqa jo'nadim. Hovlimizga yetib borganimda tumonat odam. Uyimiz ichiga kirsam, onajonim jag'i bog'langan holda beg'ubor boladek yotibdi. Yuzlaridan o'pdim, quchoqladim, muzdek tana. Yig'lamayman deyman-u, ichimda yong'in bo'layotgan kabi yuragim kuyyapti. Onajon, siz meni kuchli va sabrli qilib tarbiyalaganingizga rahmat. Nahot o'sha kuni aytgan gaplaringiz vasiyat edi. Ona, hamma gaplaringizni yaxshilab eslab qoldim. Doim esimda saqlayman. Onajon, bizdan xavotir olmang. Men kuchliman. Kelin olmoqchi edingiz. Nevaralaringizni o'ynatmoqchi edingiz. Qismat shunaqamidi? Taqdir shunaqamidi? Onajonim, jonim, jahonim. Dadamga mehribon bo'laman. Biz ukam ikkimiz dunyoda eng zo'r bo'lamiz. Ukamni o'zim bilan olib yuraman. O'zim qiz topaman, o'zim uylayman. Og'ir ishlarda ishlatmayman. O'g'il qizlarini o'qitaman. Hech qachon ukamni yolg'iz tashlab qo'ymayman. Sizga va'da beraman, onajon. Qiyomatda uchrashguncha, ilohim, joyingiz jannatda bo'lsin. Men sizni dunyolarcha yaxshi ko'raman. Olim boboning xotiralari. Bolam, dunyoda hammaning o'z hikoyasi bor. Men onamdan ayrilganimda 11 yosh edim. Ukalarim bilan ne kunlarni ko'rmadik. Biror kun xotirjamlikda uchrashsak, yotig'i bilan aytib beraman. Ijodkor ekansiz. Balki men haqimda kitob yozarsiz. Mening hayotim boshqalarga ibrat bo'lishini istayman. Har bir farzand onasiga mehribon bo'lishini, onasini ranjitmasligini istayman. Bobo, hozir ayting, ayta qoling. Hali yo'limiz bor. Xo'p bolam. Farzand uchun onachalik qayg'uradigani bo'lmas ekan. Biz 4 farzand edik. 3 o'g'il, 1 qiz. Onam o'lganida kichigimiz 3, keyingilarimiz 6, 9, 11 yoshda edik. Dadam boshqa ayolga uylanmaguncha hammasi yaxshi edi. Bizga g'amxo'r, mehribon edi. Keyin yangi xotin keldi. Mehri bo'lindi. Oqibat yo'qoldi. Bizga e'tiborsizlik boshlandi. Ayolning ismi Malohat edi. Avval o'gayligini bildirmaslikka harakat qilayotgandek edi. Sal eskirib, bizga baqiradigan, jerkiydigan, qarg'aydigan bo'ldi. Dadam kun bo'yi ishda bo'lar, u ayolni kun bo'yi to'xtovsiz gapiradigan, to'xtovsiz chaynaladigan jag'i tinmas edi. Keyin biz 4 bola unga Ajdar deb nom qo'yib oldik.
Oshxonaga yo hojatxonaga borishdan oldin bolalar pichirlashib, Ajdar qayerda deb imo ishora qilardik. Nega Ajdar bilasizmi? Chunki bolalardan birimiz haq so'zni aytsak, Ajdardek pishqirib bizni yeb qo'ygudek edi. Ajdar misoli bizga tashlanmoqchi bo'lardi. Shunaqangi lahzalarda ko'zi, yuzi va burnini Ajdarnikiga o'xshatib yuborardik. Dadamning qistovi iltimosi bilan u ayolni bazo'r aya deb chaqiradigan bo'ldik. Tilimizda aya derdik-ku, ichimizda Ajdar yalmog'iz deb qarg'ar edik. Dadam va u ayol xonasi bilan xonamizni eshik ajratib turardi. Qattiqroq qadam bosib yuborilsa yoki kimdir o'rnidan qo'zg'alsa, eshik xiyol ochilib qolardi. Narigi xonada kimning qandayligi muhokama bo'layotgani-yu, qanaqa mavzuda suhbat bo'layotganligi tiniq jaranglab eshitilardi. Men poylar edim. Nima bo'layotganini eshitgim kelardi. Tarbiyasizligimiz, uyni to'zitishimiz, kiyimlarimizni kir qilib yuborayotganligimiz, quloqsizligimiz, suhbat asosan mana shu mavzularda bo'lar edi. Jag'i-jag'iga tegmasdan gapirayotgan ayolga dadamning javobi doimiy bir xil edi. Meni yodimga o'rnashib qolgandi. Bola-da, yosh, hali aqli kirib qolar. Yaxshi gapiraver, kun kelib mehri tushadi. Yaxshiligingni biladi. Bu gaplarga fig'oni falakka chiqadigan ayol mayli yaxshi dam ol deyilganidan keyin ham bizni uzundan uzun qarg'aganlarini eshitib, ko'z yoshlarim bilan uxlab qolardim. Dadamning bir gapi g'azabimni keltirardi-yu, sezdirmasdim. Mehrimiz tusharmish. O'shanga mehrimiz tushadimi? Hech qachon mehrimiz tushmaydi. Nohaq yomonotlik qilgan, tuhmat qilgan, kun bermagan, ba'zida ovqat qizg'ongan, doim eski ko'rpalarni tutqazgan, yolg'onchi, makkor, ikkiyuzlamachi odamga hech qachon. Osmon qulasa ham begonalarga g'amxo'r, mehrli bo'lsak bo'lamiz-u, kelganiga yil o'tmay bizga kun bermagan, ko'z yoshlar bilan uxlab, ko'z yoshlar bilan uyg'onishimga sababchi insonga mehr berish u yoqda tursin. Bitta shirin so'z aytmoqchi bo'lsak, vijdon, yurak yo'l bermaydi. Kunlar oylarni quvib o'taverdi. Dadamning bolalari soni bittaga ko'paydi. Xonadonimizda katta o'zgarishlar boshlandi. Ismi Zafar bo'ldi. Bizga uncha qiziq tuyulmadi. Uka sifatida qabul qila olmayotgan edik. Vaqt tez o'tar, biz ulg'ayar, bizdan ham Zafar tezroq ulg'ayayotgandek tuyular. Dadam biz bilan ishi yo'q, anavi ayol esa do'q qilgan. Biz bola emas edik. Hamma narsa Zafarga. Xo'rligimiz kelardi. Zafar 4-sinf bo'lguncha onasi maktabdan o'zi borib olib kelardi. Biz og'ilxona yonidagi eski xonaga eski to'shaklar bilan ko'chirildik. Qish kunlari suyagimizgacha sovqotardik. Men ukalarimni quchoqlab quchog'imda uxlatardim. Eski xonamizda Zafar o'zi yotardi. Chunki biz u bilan chiqishmasdik. Davramizga qo'shmasdik, gapirsa gapirmasdik. U faqat yig'lab onasiga dodvoy qilardi. Biz qarg'alardik, kamsitilardik, yig'lardik, ko'p tarsaki yerdik. Baribir Zafar ko'zimizga balodek ko'rinaverardi. Azob va alamlarimiz, o'kinchlarimiz haqida na dadam, na rahmatli onamning qarindoshlariga aytgan emasmiz. O'spirin yigitlik chog'larimizda dadamga u ayolning ayrim yuzsizliklari haqida gapirib, haydab yuboring deganimda aytgan javobidan keyin boshqa bu mavzuda gap ochmadim. Bolam, tushunaman. Menga qanchalik qiyinligini bilasanmi? Men ham kim bilandir yashashim kerak-ku. O'z onangdaqasi yo'q, topilmaydi ham. Onangni sog'inaman.
uning o'rni qanchalik bilinishini tushuntirolmayman. Ilojsizman o'g'lim. Buning bema'ni fe'llarini bilaman. Taqdir. Bu ketsa bundan yaxshisi keladi deysanmi? Aslo. Sening ham, mening ham chidashdan boshqa imkonimiz yo'q. Senlarga mehr berishimga qo'ymaydi bu. Onang o'lgan kunda men ham o'lgan ekanman. Nafas olaman u o'likdekman. Onangdan keyingi hayotimni hayot demayman. Sendan iltimos, mehr bera olmagan dadangni kechir.